Sirdaryoda xuddi mana shunga o'xshagan katta yo'lda yuk mashinasi yonib ketdi. Holat kuni kecha, ya'ni 30-oktyabr kuni soat 12:43 da Sirdaryo tumani Baxt shahri Islomobod mahallasi hududida ro'y bergan. Rasmiylarning bizga bergan ma'lumotlarda qayd etilishicha, mazkur yuk avtomobili Toshkent-Dushanbe yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan bo'lgan. Yuk avtomobilining salon qismi, yukxonasi hamda yukxonasi ichki qismidagi har xil turdagi buyumlar yongan. Yong'in qutqaruv ekipajlari tomonidan yong'in soat 13:15 da to'liq o'chirilgan. Yong'indan insonlarning tan jarohati olish holatlari kuzatilmagan. Hozirgi kunda daxldor idoralar xodimlari tomonidan yong'inning sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Ehtiyotsizlik, e'tiborsizlik shu kabi ko'ngilsiz holatlarni keltirib chiqarishi hech kimga sir emas. Shu bois hushyor bo'ling. Xavfsizlik choralari ko'rilganligiga ishonch hosil qilgandan keyingina safarga otlaning.